O'zbekistonga aka, seni traktorda haqiqiysi kelib qoptimi? Aka bu haqiqiysi emas. Aha. Xitoydan birinchi qilib keldi. Eng arzon narxlarda 1 milliondan boshlab 1200 dollar qapillari bor ekan. Gap yo'q akalar, detskiy o'yinchoqlarni bu yoqda bazasimiz, hurmatli vatandoshlar, bu yerdan arzon joyi yo'q. Ko'rekkalarga, mototsiklga deymi, mana bunaqangi do'stlar, chaykalardan kelaymiz, sini traktor kelaymi, hammasidan kelibdi. Eng arzoni bor yo'g'i 1 million so'mdan boshlanyapti. Akam 80-90 kilo. Bemalol muammolarsiz ko'taryapti. Telefon qilasizlar, har bitta mashinamizni narxini o'sat beramiz. Aka 12 to'lov aka, dastavkasi tekinmish qilib. Dastavka O'zbekiston bo'ylab mutlaqo beriladi. Oldindan to'lov bormi yo'qmi? Oldindan to'lov kelishib qolsa 200 ming yoki 10% olamiz. Akalar, 200 ming so'm oldindan pul bersiz ham uyingizga dastavka qilib beramiz 12 to'lovga. Tekshirib ko'rib olasizlar, mahsulot yoqqandan keyin qolgan to'lovini qilib berasizlar. 1 million so'mdan eng arzoni boshlanyapti. Rostmi aka? Gap yo'q. Manzillarimiz Toshkent do'stlar, katta bazasidan detskiy o'yinchoqlarni hamma turidan bor. Farzandingiz 1 yoshmi, 10 yoshmi, 15 yoshmi qizig'i yo'q. Hamma do'stlar yoshi to'g'ri keladiganlardan bor. Aloqa chiqaverasizlar. 10 kilodan, 5 kilodan to 60-70 kilogacha ko'taradigan mashina o'yinchoqlarimiz kelgan. Raqamlar pastda telefon qilasizlar, to'liq ma'lumot beramiz yoki Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, lokatsiyani tashlab beramiz. Mana bunaqangi do'stlar, BMW'larda, sedanlaridan, mana bunaqangi jiplardan kelgan. Bu yoqda mana odam bosdi. Oho, mana shuncha odam kelyapti sapi. Narxni o'yimiz rostdan ham arzon. Like bosib qo'yinglar, farzandi bolalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Aka zo'r ekanmi? Vobshe dahshat oldim mana bitta yangi pachkasida. Bosinglar.